ko'rsataman do'st. Mana 14 bilan kelganimdi. 5-6 yana to'rt ikkisi. Mana 14 bilan boshlang'ich amaliyotdan oldingisi, mana 24-yil. Ko'pchilik barmoqlari, oyoqlari chirishni boshlaydi, buyrak qurishni boshlaydi. 14 sahr bilan keluvdim. 14 dan ham oshiq edi. 1 yil davomiga davleniyam ham juda baland edi, qo'l-oyog'im ishib keluvdi. Qandli diabet asoratlari, buni oqibatida qiyinchiliklarni ko'rgandan keyin qo'rqadi-da. Dadamning shu qiynalganlarini ko'rgandaman endi. 14 ga chiqib ketib, hozir 1 yil hisobiga hozir 4-2 ga tushgan sahri. Xullas, natijalar zo'r. Hozirgi kunga kelganda juda me'yorda va normada. Kecha yaqinda tekshirdingiz qanday? O'shani ko'rsataman do'st. Mana 14 bilan kelganimdi. 5-6 yana to'rt ikkisi. Mana 14 bilan boshlang'ich amaliyotdan oldingisi, mana 24-yil. Iyunda kelgan ekanlar. Amaliyotdan oldingi narsalarimiz. 8 ga ham tushgani ham bor. Keyin amaliyotdan keyingi davrlarda 8 ga tushgan. Ha, 4-2 ham bor edi. Yozgan dorilar. Keyin 4-7 ga tushgan ekan, mana 25-ga. Ana shu. Orada 5-6 bo'lgan. Xullas, natijalar zo'r. Hozirgi kunga kelganda juda me'yorda va normada. Juda yaxshi. Bitta vitaminlar ozgina kamaygani bo'lgan, o'shalarni ko'paytirib vitaminlar ichyapman. Vitaminlarni ichamiz, proteinlarni ichamiz, aytganlarni qilamiz, xudo xolasa sog'lom hayot kechiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Qandli diabet hozirgi kunda dolzarb muammolardan bo'lgani uchun hozirda 1 yillik natija bilan Sarvinoz singlimiz operatsiyadan keyin keldilar. Oshqozonni shuntlash, ya'ni mini gastrik bypass amaliyotini bajarganimizdan keyin 1 yillik natija bilan keldilar. Hozir o'zlaridan natijalari, quvnoq fikrlarini bir eshitsak. 1 yil oldingi holatingizni eslab, hozir juda katta xursandchilik bilan eslayapmiz va 1 yil oldin kelganingizda qanaqa holatda edingiz? Amaliyot o'tkazdingiz, amaliyotdan keyingi holatlar, mana 1 yillik natijalar qanaqa bo'ldi? O'z fikringizni aytsangiz. 1 yil oldin kelgan paytim 14 sahr bilan keluvdim. 14 dan ham oshiq edi. 1 yil davomiga davleniyam ham juda baland edi, qo'l-oyog'im ishib keluvdi. Yig'lab keluvdim da oilasiga. Insulinlarmidingiz? Yo'q, olganim yo'q edi. Yo'q, shu 1 oy bo'lganga bilib qolib, siz oilasiga keldik-da. Naslda bormidi? Dadamga bor edi. Dadangizda bor. Amaliyot o'tkazishga ko'pchilikda har xil sabab bo'ladi-da. Kimdir sahr bo'lib qolsa yugurib operatsiyaga kelmaydi-da. Kimdir hayotida ota avlodi, ona avlodi yoki qo'ni qo'shnisi turli xil sahrni diabet deymiz. Qandli diabet asoratlari, buni oqibatida qiyinchiliklarni ko'rgandan keyin qo'rqadi-da. Sizda o'sha otangizda bo'lgan ekan, yana kimda nima bo'lgan? Nima siz majbur qilgan bu yoqqa operatsiyaga kelganingizda? Endi shu dadamning shu qiynalganlarini ko'rgandaman endi. Shu sahrlilar balandga yuraydi, shundan bo'lmadilar. Shu endi baribir eshitganman ham shu otasidan, onalari bo'lsa, shu baribir ana moyillik bo'ladi. Moyillik bo'ladi, nasldan naslga o'tadi. Amaliyotni o'tkazganingizdan keyin qanaqa hayot kechirdingiz? Nima qulayliklar bo'ldi, qiyinchiliklar bo'ldimi, yo'qmi? Qiynalganim yo'q, boshiga endi hozirroq qiyinchilik bo'ladi. Keyin buni sahrim tushib, ozigandan keyin xursand bo'lib yana 100 necha dedingiz? 111-112 kilo bilan kelganman. Hozir necha kilo chiqdingiz? Hozir 72 kilo. Salkam 40 kilo vazn ketibdilar. 40 kilo vaznni yo'qotish bu bitta yutuq bo'lsa, 40 kilo vazn yil mobaynida ketgan bo'lsa, yil mobaynida amaliyotdan keyin qisqa muddat ichida qandimiz, sahrimiz normaga kelgan. Eslasangiz nechaga tushdi? 14 dan 14 ga chiqib ketib, hozir 1 yil hisobiga hozir 4-2 ga tushgan sahrim. Boshlarda bir 6-8 bilan kelganman, 6 oy tekshirtirgan kelganimga, 6 oy o'tgandan keyin. Navbatdagi ko'rigimiz natijalari o'zlari aytib turgandek, oyoqlardagi shish, qandli diabet asoratlari, davleniyam birinchi o'ringa. Shikoyatlar ketdimi? Ketdi. Rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling. Endi bu kasallikdan inshaalloh qutuldik. Yashashimizda bu amaliyotdan keyin o'zimizni sog'lig'imizga e'tibor qilishimiz kerak. Ya'ni aytilgan vaqtda ko'rikka kelib tursangiz, sizni organizmingizdagi o'zgarishlarni vaqtida bartaraf qilishimiz mumkin bo'ladi, agar sog'liqingiz degan holat bo'lsa. Ya'ni vitaminlari, oqsillarni, gemoglobin, temir moddalarini tekshirib turiladi. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, hayotda, ya'ni quvnoq hayotda, sog'lom hayotda yashashni davom ettiramiz. Operatsiya degandan keyin bu katta narsa-da. Bizni eski urf odatlarimizda odam sog'lomda,
sog'lom odam nimaga kestiradi, oshqozonida hech qanaqa kasallik bo'lmasa degan fikr aylanadi. Lekin qandli diabet o'ta katta asoratlarga, даже o'limga olib keladigan asoratlarga olib kelgani uchun hozirgi kunda buni yechimi mana ko'rib turganingizdek metabolik amaliyotlar deyiladi, bariatrik va metabolik amaliyotlar deyiladi. Mana natijasini ko'rdingiz. O'ylaymanki, sizga o'xshagan qandli diabet bilan aziyat chekayotgan bemorlarga bu amaliyot erta kunda qilinsa asoratli bermagan holatda bundan keyingi hayotlari sog'lom hayot kechirib uzoq umr yashaydi. Agar bunga e'tiborsizlik qilib yoki ko'pchilikka negativ tavsiyalarni eshitib o'zini sog'liqlariga ziyon qilib ortga surib yuradigan bo'lsalar, kech bo'lganda amaliyotga kelsalar foyda bermaydi yoki amaliyot qilib bo'lmaydi. Ko'pchilik barmoqlari, oyoqlari chirishni boshlaydi, buyrak qurishni boshlaydi o'zbekchasiga aytganda. Va juda azobli og'riqlar oyoqlarda bezovta qiladi. Shuning uchun o'z vaqtida qandli diabet aniqlangandan keyin hech bo'lmaganda konsultatsiyaga kelib, fikrimizni bilib ketganingizda ma'qul deb o'ylaymiz. Oilangiz baxtiga sog' bo'lib, maza qilib yangi hayotda xursand bo'lib yashang. Rahmat sizga ham, sog' bo'ling, rahmat. Yaxshi edi ko'rishaylik. Charchamang, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.